Po'lat Alemdar, Isroilga nima uchun keldingiz? Isroilga kelmadim. Falastinga keldim. Pasportlarni tekshiring. İşimiz bor, ketishimiz kerak. Nima ishingiz bor? Moshe Ben Elazarni o'ldiraman. O'ldirmoqchi bo'lgan odamning oldiga o'zimiz olib boramiz. Ularni qo'lga oling. Diplomatik daxlsizligimiz bor. Bizni qo'lga olishga ham, tergov qilishga ham haqqingiz yo'q. Isroilda faqat isroilliklar daxlsizlar. Muammo chiqarma, men ham muammo chiqarmay. Faqatgina o'tmoqchimiz. G'alaba ko'tarmoqchi emasmiz. Men shu yerda ekanman. O'tolmaysizlar. Jo'na.